Shu videoni kommentiga kim bilan ko'rishishimni yozinglar. Inshaalloh shu yo'llarda niyat qilib, o'sha inson bilan ko'rishib, o'z yurtimga, o'z O'zbekiston vatanimga chaqirishga harakat qilaman. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, dunyo mashhurimi? Kommentga belgilab ketinglar. Inshaalloh Allohning uyida mana niyat qilaman. Kim ko'p yozilsa, o'sha odam bilan ko'rishaman. Inshaalloh do'stlar. Endi bu yog'iga do'stlar kam videolar chiqadi. To'g'ri, men sizlarga o'rganib qoldim, sizlar menga o'rganib qoldlaring. Endi bu yog'iga sizlarning yuzlarini yerga qaratmayman. Vatanimda, O'zbekiston vatanimda, yurtboshimni, ota-onamni yuzini yerga qaratmayman. Bundan keyin yanada ko'proq cho'qqilarga, marralarga erishishga harakat qilaman. Allohning rizoligini olish birinchi o'rinda. Ota-onani rozi qilish birinchi o'rinda.